أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم Aziz aka-uka, opa-singillar, barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Baqara surasida kelgan roza haqidagi oyatlarda 4 ta buyuk ibodat zikr qilingan. Qur'on, duo va i'tikof. Duo ushbu oyatda zikr qilingan. Bandalar men haqimda sizdan so'rasalar, men ularga yaqinman. Duo qiluvchi menga duo qilsa, uning duosini ijobat qilaman. Bu oyatlar shuni anglatadiki, duo bilan roza bir-biriga chambarchas bog'liq. Shuning uchun rozador Allohga duo qilishda jiddiy jahd qilishi lozim. Duo buyuk ibodat va Alloh uchun suyukli amallardan. Banda Allohga duo qilsa, Allohning buyrug'ini bajarib, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Alloh taolo aytgan: "Menga duo qilinglar, men duolaringizni ijobat qilaman." Banda yolg'iz Allohga duo qilishi bilan tavhidga amal qilgan bo'ladi. Chunki duo qilayotgan banda o'zining ojiz, zaifligini izhor qilib Allohga yolboradi. Muhtoj bo'lgan narsalarini Allohdan so'raydi. Shuning uchun Alloh taolo duo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Kim Allohga duo qilmasa, Alloh unga g'azab qiladi. Duo mo'min kishining eng kuchli qurolidir. Yomonliklardan xalos bo'lishda duodan ko'ra kuchli narsa yo'q. Maqsadga erishishda ham, orzular ro'yobga chiqishda eng kuchli sabab duodir. Kasallarni shifo topishda ham, mazlumlarga nusrat kelishda ham, qarzlardan qutulishda ham, Allohning toatida bardavom bo'lishda ham eng ko'p foyda beruvchi duodir. Roza oyida do'zax eshiklari yopilib, rahmat eshiklari ochib qo'yiladi. Allohning fazli marhamati, cheksiz barokatlari yog'ilib turadi. Mana shu vaqt duo uchun haqiqiy fursat. Qanday qilib fursat bo'lmasin? Axir jannat eshiklari ochib qo'yilgan. Allohning fazli marhamati yog'ilib turibdi. Albatta banda shunday barokatli vaqtda Robbisiga yuzlanib ko'p duo qilish kerak. Alloh taolo rozaga buyurganidan keyin duo haqida so'z boshlab bunday dedi: "Bandalarim men haqimda sizdan so'rasalar, men ularga yaqinman. Duo qiluvchi menga duo qilsa, uning duosini ijobat qilaman. Ular haq yo'lda bo'lishlari uchun mening da'vatimga ijobat qilsinlar va menga iymon keltirsinlar." Alloh taolo Baqara surasida roza tutishga buyurdi va Allohga takbir aytishga, Allohga shukr qilishga targ'ib qildi. So'ngra Alloh taolo o'zi haqida xabar berib, duolarni ijobat qilishini aytdi. Ramazonda bir qancha duo qiladigan xos vaqtlar bor. Birinchi, vitr namozida qunut duosi. Insonlar qo'llarini ko'tarib, Allohga iltijo qilib deydi: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Sajdaga borganda duo qilish o'rinli. Ramazonda ko'p namoz o'qiladi. Farz namozlardan tashqari tarovih, tahajjud namozlar. Banda sajdaga borganda Allohga yaqin bo'ladi. Yarim kechasi ibodat qilib sajdaga borganida Allohga duo qilsa, Allohga juda yaqin holida duo qilgan bo'ladi. Nabiy alayhisolatu vassalam aytganlar: "Banda kechaning oxirgi qismida Allohga juda yaqin bo'ladi. Mana shu vaqtda Allohga ibodat qilishga harakat qil." Bu sahih hadis, Tirmiziy va Nasoiy rivoyat qilishgan. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kechaning oxirgi 3-qismi qolganida Alloh taolo aytadi: Kim menga duo qiladi, duosini ijobat qilaman. Kim mendan so'raydi, so'raganini beraman. Kim mendan gunohlarni mag'firat qilishini so'raydi, men uning gunohlarini mag'firat qilaman." Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Alloh taolo Ramazonda har kecha va kunduzi rozadorlarni qilgan ibodat va duolari sabab do'zaxdan qutqaradi. Va har bir musulmonning har kuni ijobat bo'ladigan duosi bor. Bu sahih hadis. Yana Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: 3 kishining duosi rad qilinmaydi. Ularning biri rozadorning og'zini ochgunicha qilgan duolari maqbul. Eng ko'p duo qilinadigan vaqt Qadr kechasi. Rasululloh Oysha radhiyallohu anhoga aytganlar: Qadr kechasi ushbu duoni aytgin: Allohim, sen kechiruvchi, afv qiluvchi zotsan va afv etmoqni yaxshi ko'rasan. Mening gunohlarimni kechirib afv et. Demak, roza bilan duo bir-biriga chambarchas bog'liq. Ramazonda hamma vaqt duo qilinadi. Kunduzi roza vaqtida, iftor vaqtida, tunda namoz o'qiganda, tongda istig'for aytilganda, saharlik qiladigan vaqtda
ro'zaning hamma vaqti duo qilinadigan vaqtdir. Allohdan gunohlarimizni mag'firat etishini va do'zaxdan asrab jannatga dohil qilishini so'rab qolamiz.